alaykum yaxshilarim. Sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Hozir sizlarga o'quvchim Gulbahori natijalari bilan bo'lishaman. Albatta ularni yutuqlaridan siz o'zingizni hayotingizni o'zgartirishga, qat'iy qaror qabul qilishingizga yordam bera olgan bo'lsam, bundan minnatdor bo'laman va yangi darajaga chiqishingizga sababchi bo'lamiz. Mani oldimga kelganingizdagi A holatingizni va hozirgi kunda B holatingiz bilan farqini aytib bering. A holatimni hozir eslaydigan bo'lsam, oldingi Gulbahor qanaqa desam bo'ladi? Oddiy ayol, kundalik ishi uy ish bo'lganda, mana shunaqa. Bir xil. Bir xillik bo'lgan hayot. Oylik olasiz, nimadirlar olasiz, yetmaydi, yetishmovchiliklar bo'ladi. Asabbuzarlik, mana shunaqa holatda yashagan bo'lganman. Ko'p narsaga ahamiyat bermasdim. To'g'risi, bitta nuqtada yurasiz, kelasiz, mana shunaqa narsa atrof sezilmaydi-da. To'g'risi, uje joniga tegadi, bir xillik borgan sari, uje yo'q, to'xta dedim, yana nimadir qilish kerak. Uje paydo bo'lganda shunda siz keldingiz oldimga. Chunki sizni aholatingizni men bilaman-da, ko'rganman, qanaqa bo'lgansiz, qanaqa oilaga tushgansiz. Keyin o'zim o'yladim. To'xta dedim. To'g'risini aytaman, sizni muvaffaqiyatingiz kirgan ishingizda deb bilganman. To'g'risi. O'sha ishda siz muvaffaqiyatga chiqqansiz deb xulosa chiqqanda, mana birinchi aniqtamda shunaqa bo'lgan. Demak, buni ishi zo'r. Men qilayotgan ish uncha emas. Bu yaxshi pul topyapti. Mana shunaqa fikr bo'lgan, kirganman. Xo'p, mayli, endi ko'rdim, baribir hamma ishda o'zini pasti balani bor, qiyinchiligi bor, u etapga chiqishi bor ekan. O'ylagan nima deydi, tasavvurimdagi narsa bo'lib chiqmagan boshida. Keyin sekin уже sizni analiz qilib, siz bilan suhbatlash jarayonida bilganman. Sizni o'zgarganingizni, oldingi Madina emasligingizni, chiqqan natijalaringizni ko'rib suhbat davomida o'shanda juda menda katta anglash bo'lgan o'shanda. O'zimga qaror qilganman, что o'zgaraman mana. Buni iloji borligiga ishongansiz. Borligiga bilganman. Lekin bu ishda shunaqa insonlar ham bor, ya'ni muvaffaqiyat cho'qqisiga chiqmagan. Ko'rgansiz, to'g'rimi? Ularni holati bir xillikda hali ham. Lekin meniki qanaqa bo'lgan buniki? Nega unaqa degan natija qiziq bo'lgan. Siz o'ylagansizki, oddiy bo'lib erishib ketgan deb o'ylagansiz. Biznesda gap deganman. Odamning o'zida emas, ishida gap bo'lgan. Aynan holatda ekanligini tushundingiz. Pul o'zi keladi. Holatingizga qarab keladi. Sizni prosta fikrlash doirangizni, nuqtai nazaringizni, muammolarga oddiy qarashingizni, u narsani nima deydi, aytamiz-da, pashina filmda sarashdan katta narsa tasavvur bo'lganda oldin sizda shunaqa narsa, kichkina narsaga bizani nima deydi, ong jihatimiz torroq bo'lganmi, tor qaraganmiz ham bu narsaga. Menda shunaqa holat bo'lgan. Keyin sekin chetdan nima qilib sizga boshqacha ko'z bilan qarang. Siz uje menga oldingi emas, boshqacha Madina bo'lib ko'ringansiz. Keyin menda o'sha niyat bo'lgan, xohish paydo bo'lgan, o'zgartirish o'zimni. Ya'ni qat'iy qaror qabul qilib kelgansiz ko'chga. Kelganman. Tan olmaslik bo'lgan, boshida menda ham bilaman degan narsa bo'lgan, kibrim bo'lgan, jabrdiydaligimni tushundim. O'zi hamma aybdori men oppoman. Men aybsizman. Men nuqul jabrdiydalik rolida bo'lgan ekanman. O'zi aslida o'sha narsalar anglashlar jarayonida tushunib yetganman. Bularni ham tan olmaganman. Yo'q, menda ayb yo'q degan. Minnat qilish bo'ladi. Nimadir qilsam, qilolman. Manli bo'lgan. Bu ham kibr. Hammasidan ketadi, shunaqa holat bo'lgan menda. Kibr insonni o'stirmasligini tushunib yetdingiz. Chunki kibr bilan yashadingiz, bir xil hayotga erishdingiz-ku, to'g'rimi? Ong kambag'al bo'lgan. On loyiqli bo'lmagan, ziqnali bo'lgan juda ko'p, to'g'risida bu narsani misol olishga ham qizg'anchiqlik bo'lgan, tushunmaganmiz-da. Yuqori zo'r tushunganim Allohga ishonchsizlik bo'lgan ekanda ichda. Darslardan keyin men sizga qatnashib, darslaringizda qatnashib, o'rganib, ilm olib, shu jarayonlardan o'tganimdan keyin bildimki, holatimni anglab, bularni hammasini tan olishlikni, ya'ni Alloh oldida haqiqatan bor narsani anglash, eng hammasini tagida qo'rquv bilan ishonchsizlik ekan. Tushunmaganman-da, faqat insoniyatni sabab chiqib bilganman. Hamma narsada, muvaffaqiyatligingizda, o'zimni rejalarimni shu insonni orqasidan deb bilganman. Allohga ishonch bo'lmagan bu yerda, Alloh unutilgan. Haqiqatan bor narsani fikr orqali siz Allohga ishonchingiz yo'qolgan. Aslida negizida ishonch birinchi o'rinda Allohga bo'ladi. Undan keyin sababchilari bo'ladi. Shu narsa menda hozir yo'nalishda ochildi, bu ishonchim kuchaydi ham. Har doim onam rulitdaganlar, glavniy rolda bo'lganlar. Boshqaruvchi. Onam adam jabrda bo'lganlar endi.
har gap eshitaveradigan mana shunaqa shunda onaga manda o'sha payt nafrat uyg'ongan bo'lgan ekanda. Bu holatda men o'zim tortib olganman. Ana o'sha yerda DNK. Siz ham oilaga tushib boshqaruvchi bo'lganmisiz? Boshqaruvchilikni qo'lga olishga harakat qilganman. O'zim eplayman. Kibr o'sib ketaverganda, a bu yerda erkak yo'q holatiga. Erkakni tan olmaslik. Tan olmasligiga tushib qolganda, shunaqa. U holat meni o'sha ota-onamdan ko'rib kelayotgan holatim bo'lgan. Ko'rdingizmi, ssenariy takrorlanyapti. Ya'ni onani pozitsiyasini, onani hayotga qarash, onada ayb yo'q. Lekin onani qarash hayotda rulit qilish erkakni bilmagan holatda o'sha paytda sevgi tili bo'lgan shunaqa. Lekin ular shu dasturda yashashgan, uni bilishmagan. Lekin siz o'shani ko'rib qaror qabul qilgansiz. Xulosa chiqargansiz. Qilganman, lekin men orzu qilganman, shunaqa oilaga tushamanki, o'tda erkak boshliq bo'ladi. Erkak birinchi rolda bo'ladi degan qonunni kiritib kirganman. Teskarisini, chunki bu holatni ko'rurman, yo'qmagan bu holatda. Lekin aksariyat ketib baribir shu holatni o'zim takrorladim. 7 yil mobaynida bu narsa bo'lib kelib, o'sha onamning holatiga men tushganman. Ya'ni erimni tan olmaslik holati. Kutuvingiz boshqacha, lekin amalim boshqa. Amalingizda baribir DNKs ssenariy takrorlanyapti. Onani holati xuddi shunaqa ko'p insonlarda. Ya'ni erkak bo'lib ketishga harakat qilganmanmi? Shunaqa o'zgarish bo'lgan hayotimda. Bu sizni charchatgan. Juda charchatgan. Chunki biza ayolimiz ekan, erkak emas ekan. Hozir anglashim bo'yicha erkakga berilgan qodirlik, erkakga berilgan kuch uni nimasi ayolga to'g'ri kelmas ekan. Ayol baribir ojiz ekan. Men shuni tushundim, tan olganman shu narsani. Butun mas'uliyat yelkamdagini men qilaman, men eplayman, kimgadir nimanidir isbotlashga harakat qilgan ekanman. Men xuddi o'zimni kerakman, shu joyga men kerakli insonni isbotlab bo'lganda bu yerda. Men tan olinishi. Men qilaman, eplayman, sansiz ham bu ishni qila olaman degan narsa bo'lganda. Lekin aksariyat negizini qarasam, yo'q, ayol qirolicha o'rnida bo'lsa, erkak qirol ekan. Erkakga qirol qilish ayolni qo'lida. Siz bechora pozitsiyada bo'lib, qanaqa inson yaratyaptidingiz? Inson Qulli. Kamsitish, yerga urish, tan olmaslik erkakni yutug'ini. Shunaqa erkakni yaratgan ekanmiz o'zi aslida. Bilib bilmay shu ish qilganmiz. Sizga nima qonun kiritilgan bo'lsa, o'sha qonun sizni boshqarib kelgan. Hozirgi kunda ayolligingizdan nima natijalarga chiqdingiz? Nimalarni ko'ryapsiz? His qildim, ishonchim oshdi. Pulga ochildim. Umuman ushalmaydigan, imkonsiz yo'q degan orzularim oshishni boshladi. O'zidan o'zi yo'q joydan. Ishonchsizligimdan bo'lgan ham. Erkinlikka erishdim. Oyna kabi ko'rsatib berar ekan. Ichki holatingizni, har bir insoningiz ham, tashqi muhitingiz ham. Eng asosiysi ichki xotirjamlikka erishdim. To'layotganim yo'q hech narsani, ulgurolmayman degan narsalar yo'q. Hozir va shu yerda bo'lishni aytladim haqiqatdan. Hech ham o'tmishga qarab o'tmishni ushlab olish kerak emas ekan, oldinga sakrab ketish kerak emas ekan. Kelajagga nima qilib umid qilinadi, to'g'ri. Lekin hozirgi paytda yashash kerak ekan. Shuni bildim. Haqiqatdan hayotni his qilishni boshlar ekansiz. Eng birinchi o'rinda shukronalik bo'ladi. Ko'pchilik inson noshukur ekanda, men ham bo'lganman, noshukur bo'lganman. Hechning anundan nolirdim, mana bunaqa bo'lmaydi, o'xshamaydi, mana shunaqa holatlarim bo'lib, hozirgi paytda alhamdulillah men shukronalik keltiraman. Oddiy tekin nafas olayotganim uchun shukronadaman-da. Chunki ko'ryapmiz, bilyapmiz, ko'pchilik shu havoni ham sotib vaqtga qadriga yetish kerak ekan-da. O'sha narsa ong jihatdan, ruh jihatdan, tana jihatdan his qilib yashash bu shunaqa nima desam, ta'riflab bermaydigan hissiyot-da. Chunki ruh ko'r bo'ladi-da. O'sha tushunmas ekan. Men ham tushunmaganman, ko'pchilik tushunmaydi. Voy, anaqa qilishim kerak, voy, men bunaqa qilishim kerak, harakat, lekin to'xta. Stop deydigan joyi bor ekan-da. Sen hozir shu yerdasan. Bu hayoting o'zi sari tarixga aylanadi. Mashina yasha. Aytdim-ku sizga, bosh holatimda bitta chiziqda borib kelgan inson bo'lganman-da. Sekin qarash, nima bor atrofimda? His qilmagansiz. Qayerdan o'tyapman? Nechta yo'l Robot. bor? Qanaqa nima bor? Hissiz robot. Hissiz robot bo'lganmiz haqiqat. Hozir mana jonlanyapmiz desak bo'ladi. Hayot. O'zingizni eshitishni boshlar ekansiz. yaratishni. Birinchi o'rinda ayol kishi oilani yaratadi. Baxtli oilani yaratadi. Ayol kishini qo'lida ekan bu narsa. Siz qancha insonni qadrsizlasangiz, o'zingiz xuddi shu holat, o'zingizni ichki holatingizdan kelib chiqadi.
o'zingizni qadringizga yetsangiz, sevsangiz, bilsangiz, o'zingizni tushunib eshitsangiz, qolganlar ham eshitadi siz. Tushunadi, qadringizga yetadi. O'sha narsa bor ekan. Hech kimga nimanidir isbotlash kerak. Siz qanaqa zo'r, cho'tkiligingizni isbotlash umuman hojat yo'q. Siz o'zingizga biling. Qanaqaligingiz, holatingiz, loyiqligingizni bilishingiz kerak ekan. Nimadir orzu qildingizmi, erisha olmayapsizmi, tavakkal. Demak, hali loyiq emassiz, ustingizda ishlashingiz kerak. Shu narsani nima qilish, shoshish kerak emas ekan. Bu hayotda shoshib yashash kerak emas ekan. O'tmishni ham qo'yib yuborish. O'tmish o'stirmaydi. Shoshish ham bo'lmaydi. Hozir va shu yerda bo'lishni o'rgandim men. Eng glavniy olgan saboqim shu. Shukronalik, Allohga ishonchim oshdi. O'zimni haqiqatdan anglab eshitishni boshladim. Nima xohlayapman men? Menga nima kerak? Nima oldim? Nima qilsam qanaqa bo'ladi? Shunga men loyiqmanmi? Qila olamanmi? degan gumonlar bo'lgan. Shu narsada endi hozir yo'q. Hozir baxt nimaligini. Ayol kishini eng kerakli narsasi bu baxt. Oiladagi baxtingiz, munosabatdagi baxtingiz, ishingizdagi xohishlaringiz hammasi. Bu oson ekan, juda oddiy narsalarda ekan. Bola bo'lgan paytimizda ko'p ertaklarda yashaymiz, eshitamiz, biz tasavvur qilamizki, kimdir keladi. Qanaqadir sehrli tayoqchalari bor. Kelimdoq qilsa o'zgarib qoladi, ko'rganmiz, katta bo'lganmiz shu. O'sha narsa qolib ketadi ongda. Biz o'sha kutuvda yashaymiz-da, keladi kimdir. Lekin sehrli tayoqcha sizni ichingizda ekanmi? Har bir insonni o'zining ichida ekan. O'sha narsani topib olish. Eng glavniy narsa topib olish kerak ekan. O'sha tayoqchani topsangiz, hammasi oson. Hammasi oson. Hammasi tez bo'ladi. O'zimizni qiyinchilikni o'zimiz tug'diramiz. Haqiqatdan men hayotimni men o'zim qiyinlashtirganman-da. Shu darajada qiyin qilib tashlaganman. Nima deydi, yo'q narsalarni chaqirib olganman deb bo'lmagan, har xil fikrlar, negativlar, qanaqadir ishonchsizliklar, obrazlar kelaverganda, aslini bundoq ochib, уже mana tubdan chiqib, nima deydi, mana bunaqa vakuumda bo'lasiz-ku, vakuumdan tashqarigacha bundoq qarasangiz, ahmoq degan narsa keladi, demaysiz. Shuncha vaqt, shuncha asab, shuncha energiya behudaga ketganini bilar ekansiz-da. O'ladingiz. Qo'y, undan ko'ra. Hozir problemalarni mana bo'ladi, baribir sinov uchun beriladi-da. Har bir insonga qaysi darajada bo'lishi, siz o'surasiz oddiy qabul qilishga boshladim. Oldin men uchun bu fojia edi. Yig'i, sig'i, janjal, to'polonlar edi-da. Voy, og'riqli bola pozitsiya. Shunaqa mashit og'rirdi, realniy og'rirdi. Xudo qaravonman hozir. Xo'p, bo'pti, shu vaziyat bo'ldi. Xulosa qilish kerak edi. Nima bo'ladi? Hozirgi holatim shunaqa. Xo'p, bundan nima men olishim kerak? Alloh menga nima demoqchi bu gapi bilan? Kasal ham bo'lasiz, bolangiz ham kasal bo'ladi. Qanaqadir falokat bo'lishi mumkin. Xo'p, qayerda men qonunni buzdim? Nima bo'ldi? Nimadan kelib chiqyapti bu? O'zicha mana shunaqa bo'lib qolar ekansiz. Bora-boracha analiz ishlashni boshlar ekanda, to'xtadingiz, ildizini topganingizdan keyin o'sha tan olasiz. Ha, nimatta qildim, demak, mashina evaziga bo'ldi. Mukofot kelsa, unga ham xursand bo'lasiz. Voy, nimadir bo'ldi debchi, u o'sha rag'batlantirish, qaysidir qilgan amalingiz uchun sizga sovg'a. Mana shu narsalar ham bor ekanda. Men endi bu ilmni shunaqa sevdim, Alloh sevdim. Alloh menga shu ilmni kirgizgani uchun minnatdorman. Odam minnatdor, shukronada bo'lar ekan. Alhamdulillah. Alloh hamma narsa bergan. Realni hamma narsamiz bor. Sog'lig'imiz bor, birinchi o'rinda. Ayolligimiz, ayolli ziynatlarimiz bor, hammasi bor. Oila bor, nima bor, shukronadasiz. Nimagadir erishmoqchi bo'lsangiz, faqatgina so'raysiz, so'rash deganda emas, shuni ustida ishlaysiz, o'zi keladi. Loyiq bo'lsangiz keladi. Shunga ishonsangiz bo'ldi. Krugozor kengaydi. Realni. Tor mana bunaqa yashaydigi ong kengaydi. Уже atrof ko'ryapsiz. Alloh cheksizlikda berishiga ishonaman. Bu narsa 100% ishon. Shubham mana shuncha ham yo'q. Faqat siz loyiq emas bo'lishingiz mumkin. Bermaydi Alloh degan narsa yo'q. Alloh beradi. Xohlaganingiz, so'raganingizni beradi. Shu narsani bildim. Bu etapga chiqish ham o'zi bo'lmadi, Madina. Men shu yo'lni tanlab, shu yo'lga investitsiya qilganim uchun umuman menda achinish yo'q. To'g'ri qaror qilganimni men bildim. To'g'ri yo'lda ekanligimni his qilyapman, bilyapman. Sizga kattakon rahmat. Avvalambor Alloh
sizni sababchi qilib mani hayotimga shu ilm bilan kirib kelganingiz eng katta yutuqlarimdan bilaman. Quvonishimni, anglashimni, hayotimni o'zgartirishim ta'riflab bermaydigan jiladi men uchun. Siz shunga sababchi bo'lib menga turtki berganingiz uchun sizga minnatdorman. Judayam kattakon rahmat. Ishlaringizga rivoj tilayman. Rahmat. Menga o'xshagan, Aytganingiz o'zini topolmayotgan, bu hayotda o'rnini bilmayotgan, ko'r-ko'rona ish qilib yurgan, misol yashayotgan ayollarga shunchalik yordam berib, yo'l ko'rsatayotganingiz uchun rahmat sizga. Kattakon umringiz ziyoda bo'lsin. Ilmingiz bundan ham Rahmat. yuqori cho'qqilarga erishishini tilab Amin. qolaman. Yana davom etaman. O'sishi, Alloh ustida yangilanishni yaxshi ishlashi, ko'radi. rivojlantirishi inshaalloh. Agarda siz ham o'z hayotingizni o'zgartirib, fikrlashingizni o'zgartirib, o'z hayotingizni yangi darajaga olib chiqishni va muvaffaqiyatli inson bo'lishni xohlasangiz, Gulbahor o'quvchim kabi o'z hayotingizni siz ham o'zgartirishga qaror qabul qilgan bo'lsangiz, o'z coachimda kutib qolaman. Coach haqida batafsil ma'lumot olishni xohlasangiz, описаниeni o'qing va YouTube sahifamga obuna bo'lib qo'ying.